Assalomu alaykum azizlarim. Sog'misiz, omonmisiz? Qishga tayyorgarliklar boshlandi. Janduvladan qirqib, chiroylilab salafallab qo'yib qo'yamiz. Katta qirqib qo'ysa bo'laveradi buni. Bunga mayda qilib bo'lmaydi. Qishki taomlarimizga maza va ta'm berish uchun turli tuman ko'katlardan chiroyli qilib olib qo'yamiz. Mana ko'kliyalardan, mana hammasidan xudo xohlasa olib qo'yamiz. Olib, chiroyli qilib olib qo'ysak yaxshi. Ostan ko'proq so'si ham bo'laveradi, hech nima bo'lmaydi. Buni chiroyli qilib yuvib, quritib oldim. Endi chiroyli qilib qirqib qo'yamiz. Mayda paketchilarga so'si ham bo'laveradi, kattaga so'si ham bo'laveradi, hech nima qilmaydi. Bir kishilik, bir martalik, bir ovqatlik deyiladi. Hech nima qilmaydi. Kattaga so'sangiz ham, kichkinaga so'sangiz ham hech nima qilmaydi. Ishlatib yana yarmini qo'yib qo'yaverasiz. Maqsad o'rgatish emas, o'zim uchun tayyorladim. Yana biraz paketga solamiz. Yozning ne'matlari qanchalar go'zal va mazali. Bundan keyin mana jo'xorilarimiz bor. Jo'xorilarimizni mana tozalab, chiroyli qilib bularni ham salfetkalaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling.